Germaniyadagi Uyg'urlar 1972-yili Myunxenda o'tkazilgan yozliq olimpik tanharkat musobaqasining 50 yilligini xotirlash murosimiga qatnashdi. Germaniyada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur madaniyat va ma'rif birlashmasining rahbarligida Myunxendagi har qaysi millatlarga tava kishilar bilan birlikda Myunxendagi davlat musiqa uyining oldidagi maydonga yig'ilgan Uyg'urlar bir necha kilometr yo'l yurib Myunxen olimpik markaziga keldi. Növbətdə Uyğur irqi qırğınçılığı Germaniya mətbuatlarının diqqətini tartıyotgan bir paytda Myunxen şəhərlik hökumət Uyğurlarni birinci bo'lib paraddan o'tishga o'rinlashtirdi. Milliy kiyingan Uyg'urlar guruhi bu qitimqi xotirlash faoliyatiga alohida rang qo'shdi va tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishdi. Amerika Washingtonga joylashgan Ilg'or davlat mudofaasi tadqiqot markazi 30 iyun Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi majburiy emgak jinoyatiga aloqador yangi dokladni e'lon qildi. Dokladda Amerika hukumatining Uyg'ur majburiy emgagining oldini olish qonunini ijro qilishga boshlaganligi, ammo yer shari ta'minlash zanjirida yanada ko'plagan yo'chiqlarning borligi, Sharq Turkistondagi majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning yanada yer shari ta'minlash zanjiriga kirib olganligi qayd qilingan. Mazkur dokladning avtori Nikol Morgarit bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning atalmış Şinjanға qaratmaliq yordam berish planiga asosan Xitoy o'lkalaridagi shirkatlarni ishlab chiqarish kasbini Sharq Turkistonga yo'tkazishga rag'batlantirganligini, bu sababli Xitoy o'lkalaridagi shirkat korxonalarining mayli tarmoq shirkat tariqasida bo'lsin yoki mablag' silish tariqasida bo'lsin Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish liniyasiga chetilganligini bildirgan. Bu yil tunji istiqbolvoq bo'rni ko'rilgan Xitoyning Janubiy dengiz qirg'og'ida portlar taqilib qoldi. Bir qism aeroplan va poyezd mulozimati amaldan qoldirildi. Hong Kongda Chaba nomli Taypang bo'rni sababidan bir paraxod ikkiga bo'lingan bo'lib, 27 nafar paraxod xodimi g'oyib bo'ldi. Yana bir tarafdan Xitoyning janubidagi Guangzhouda sahardili qattiq quyun yuz berdi. Taxminan 5 minut davomlashgan va 2 kilometr doirada tarqalgan quyun nurg'un daraxtlarning qo'mirilib ketishi va rayondagi binolarning o'g'izlarining uchishiga sabab bo'ldi. Amerika olam qatnashi idorasi NASA'ning mudiri Bill Nelson Xitoy olam ushquvchilarining boshqa davlatlarning sunniy hamrohini qandoq yo'qotishni tadqiq qilish bilan aldirash ekanligini va oyni qo'lga keltirish uchun tirishayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Nelson 2035-yilga borganda Beijingning o'zining iPhone kiti qurilishini davomlashtirib, 1 yildan keyin tajriba boshlaydiganligini ta'kidladi. Nelson yana Xitoyning oyga qo'nishidan bak ansirab ketmaslik kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Pokistonning sobiq bosh ministri Imron Xon pulpaxonligi, neft mahsulotlarining o'rilishi, tok uzilish va davlatning siyosiy muqimsizligi sababli hukumatga qarshi namoyish o'tkazdi. Davlat taratqullarining xabariga qaraganda, sobiq bosh minister va Pokiston davlat harakatining rahbari Imron Xon Rawalpindi shahridan poytaxt Islomobodga qarab yurish boshlagan. Xitoyda Yulin it go'shi bayrami yaqinlashgan bir mezgilda soqchilar itlarni uradigan va qiynaydigan bir maxfiy hayvon o'ltirish markazini bayqagan. Angliyada turishliq bir hayvonlar huquqi xayr-saxovat organ bu haqda biz hech qachon chirigan go'shtlar bilan to'lgan bunda g'oyat zo'r uylarni va soqchilarning chiroyidagi qo'rqinchli ifodalarni ko'rib boqmagan edik dedi.